Men uy sharoitida gijani davolash uchun retsept bermayman. Direktimga ko'p ota-onalardan shunaqa murojaat tushadi. Nima uchun siz uyda davolash uchun tayyor retsept tayyorlab bermaysiz deb jahlam qilib qo'yishadi. Lekin men har doim aytaman, har bitta bolani organizmi individualniy yondashishi kerak. Siz u farzandingizda qaysi giji turi borligini bilmaysiz, lekin har doim o'sha retsept bolaga yaxshi ta'sir qilavermaydi. Masalan, yaqinda bir shunaqa holat bo'ldi. Oyijonimiz Instagramdan ko'rganlar, gvazdika bilan chesnochnikni qaynatib berganlar. Har kuni ertalab saharga och qoringa bolaga berishni boshlaganlar. 3-kuni bolaning yuzlarida o'q dog'lari ko'payib, bola yotoqchilashni boshlagan. Ya'ni bola holsizlanishni boshlagan. Buni natijasida oilari qo'rqib ketib, bizani topib bizga murojaat qilganlar. Men ularga aytdimki, bolada intoksikatsiya bergan, siz bergan retseptlaringiz deb. Shuning uchun ham men uyga hech qachon tabiiy yo'l bilan davolanishni tavsiya qilmayman. Har bitta gijani o'sha iminni o'zini yo'nalishi bo'yicha davolanish kerak. Shuning uchun hammaga aytardimki, gija bo'yicha hech qachon o'ynash kerak emas bolani sog'lig'i bilan. O'shaning uchun o'zini mutaxassisga murojaat qilib davolanishni tavsiya bergan bo'lardim.